Assalomu alaykum yaqinlarim, birodarlarim. Qozog'iston bavurlarim. Rahmat sizlarga. Meniki bizga mehmon bo'lib raqibimiz keldi. Meni kechiringlar, o'zbekcha mushtadan urib, nakot qilib qo'ydim. Xudo xohlasa bu boshlanishi oddiy qishloqdan eshak minib qo'y boqib yurgan yigitni qiladigan ishlari. Bu hali davr davom etadi. Bu davrda hali farzandlariga aytib beradi insonlar. Oddiy qishloqdan kistasida bir so'm puli bo'lmay, ko'chalarda och, xor, zo'r, do'stdan kuyib, sevgidan kuyib, aka-ukadan kuyib. Bor dunyo qiyinchiliklari ko'rib, to'xtamasdan ta'til davom etib, mana shu davraga kelib dars davom etadigan o'zbegimda o'g'loni bo'ladi. Saturn. Endi bu gapni aytmasam bo'lmaydi. Qashqadaryo, Surxondaryo! Ey, tandir go'shtini yeganlar shunaqa baqiradimi? Davay, Surxon! Ha, bu boshqachani endi. Jigarlarim, Surxondaryo, Qashqadaryo hokimlariga alohida rahmat. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, rahmat yurtimizda tinch, osuda shunaqa sharoitlar yaratib berganingiz uchun. Rahmat hammaga. Ana endi boshladik bo'lmasa. 8-aprel meni dadajonimda tug'ilgan kun edi. Men bir 7 yil oldin uydan chiqib ketib, sho'xliklar qildim. Otajonimda bir norozi qilgan joylarim bo'ldi. Bir tug'ilgan kuniga bir sovg'a olib bora olmadim. Otajonim, qirolim, meni kechiring. O'g'lingiz ana endi siz uchun harakat qilyapti. Onajonim jannatim televizorda orqasidan qarab o'tiribdi. Bizning uyimiz oddiy loytom. Hali men uni qasr qilaman. Shuni izidan ketaman. Otajon! To'g'ri, meni mashinam kredit. Otajonim mashinani yaxshi ko'radi. Otajonim mashinani yaxshi ko'radi. Pravasi yo'q. Otajonim, Spark muborak! Ana endi biz prava borib, kulyat qilasiz, gayga to'xtatsa, Saturnda otasi bo'laman deysiz. Mana bu boshqacha bo'ladi. Xudo xolasa sizga mashina, men siz uchun tog' bo'laman. Siz meni shu darajaga olib keldingiz, otajonim, qirolim. Bo'rini o'g'li bo'ri bo'ladi. Qirolning o'g'li qirol bo'ladi. Bu boyda nimaga nakotni tez qilmading deyishlaringiz mumkin. Bitta barmog'im chiqib ketgan, yelkamda tromba, oyog'im, chap oyog'im payi cho'zilgan. Men bitta oyoq bilan, bitta qo'l bilan jang qilib, buni pobeda qildim. Alhamdulillah. Allohim, bunchalar buyuk. Men qayerda edim, shu yerga keldik. Alhamdulillah, Allohu akbar. La havla va la quwwata illa billah, Allohu akbar. Menga yordam bergan Muhiddin akajonim sizga rahmat. Meni akajonim 2014-yil bu dunyoni tark etgan. Akam menga aka yordamga yubordi. Muhiddin akam, meni akam, Amirxon akam, meni akam. Meni ikkita yelkam bor, ikkita akam bor. Alhamdulillah. Ko'chada tortishsam, izidan kelayotgan akalarga ham javob bergan akalarim sog' bo'lsin. Men bu boyga qo'y boqib trenirovka qildim. Dalalarda qildim. Jay darajasiga 5 taktikaga urishdim. Ana endi bizda yangi komanda bor. Jaska ustoz, eshikni yopsangiz teshikdan kiraman endi. Assalomu alaykum O'zbekiston. Leon Karsdan va'da qilingan Spark Xudo xohlasa Saturnga topshiriladi. Faqat bitta gap. Bu Leon Karsdan emas. Bu O'zbekiston xalqidan sizni podderishka qiladigan jigar xalqingiz bor. Og'abek Saturn Abdumumidov. Conor McGregor. Take it in.
Men UFC'da qurol bo'lsayman, oktagonda qurolman. Keyin oktagonga shartnoma qil. Ikkalamiz kim zo'r qurolligini kelishib olaylik. Ey! Ikkita qo'chqorni kallasi bitta qozonda qaynamaydi. Bu yerda bitta qurol bo'ladi. U ham men. Keyin oktagonga shartnoma qil. Gaplashamiz o'zbekchasiga. Сатурн, пацан сказал, обещал, сделал. $1000 от райсбоя. Узбекистан! Давайте дадим шума и уважения для Марселена Каматы. Тебе слово. Ал Өзбекстан, баршаңызға ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Негізі, осы алдында интервьюда Сатурнға айтқанмын. Өзбек, қазақ, қырғыз, татар, таджик деп бөлінбейік. Базар жоқ, әркім өз елінің туын көтерсін, бірақ ұлтқа бөлінбейік. Осы жерде әрқайсымыз күшімізді тексеріп жатырық. Әркім қай ұлты керемет емес. Әр ұлтта өз намысы бар. Келісесіңдер ме, халқым? Согласны, да, ребята? Сатурн, брат, мен білмеймін, мен ұтылдым деп айта алмаймын өзімді. Жақсы, достойны бой көрсеттім. Біріншіден рахмет, бүкіл FB октагон басшыларына рахмет. Екіншіден еламан. Қарап отқан шығасың қазір, мен сен намысын. Я не оправдал твои надежды, извини, брат. Мало тренировался, болел. Сатурн, брат, сен красавчиксың, мен сені жақсы көріп қалдым. Брат, екеуміз. Я Сатурн красавчик, жігіттер. Осы жерге мен перевес болған кезде ол айтқан конкретно. Давайте, Марселен жол тігачкесімен шықсын, бірақ гонорарын алмай қойын. Сол үшін красавчик Сатурн, молодец. Брат, екеуміз реванш жасасақ, қалай қарайсың? Узбекский говорит, я любое время, любое месте готов. Я Сатурн, узбекский флот. Ассаляму алейкум. Мы будем ждать реванш Сатурн и Марсель.